Assalomu alaykum. Mening aziz doimiy she'rlarimni eshitib kelayotgan obunachilarim va muxlislarim, qadrli yurtdoshlarim, aziz vatandoshlarim, sizlar bilan mana yana ko'rishib turibmiz. O'z video profillarim orqali sizlarga ba'zi bir 5-6 ta yozgan she'rlarimni o'qib eshittirmoqchiman, o'qib bermoqchiman. Buni sallohasi jonon o'ltirur degan she'r. Bir go'zal bog' ichra jonon o'ltirur, sochini goh-goh shamol qo'zg'ab turur. Ko'rdimay bo'ldim yuziga mahliyo, ul jononda ko'rdima bordir hayo. Bir ko'rib jiz etdi ko'ngil bedavo, nafasim gar yetmasa sen jonon bergin havo. Shu sabab tun kechalar bedor o'tar, ko'rgali bu yurak goh-goh o'rtar. Bu visolga yetmoq uchun bu ko'ngil qancha kutar. Endi bas qil, berma shuncha ozoring yetar. Bir ko'rib ishqing ko'yida men Majnun, shirin so'zing eshitolmay bu dil xun. Bu sen go'zalni birla bog'ga chorlagum, o'ltirib suhbat qurishga chorlagum, ey chorlagum deb yozdim bu she'rni. Endi sizlarga yana bir she'rimni o'qib bermoqchiman. Bu mehnat bilan degan she'r sallohasi. Mehnat bilan chiniqqan inson shukr qilib yashar hayotda. Halol topgan nonin shirin deb zo'r zavq bilan yashar hayotda. Unga shunday hayot go'zaldir, xursand bo'lib yalar asaldir. Ish qilmasa bo'lar kasaldir, mehnat qilmoq unga afzaldir. Mehnat bilan tana yayraydi, bog'ida qush sho'x-sho'x sayraydi. Tushunmagan odam qarg'aydi, soddalarni kimdir avraydi. Gohida go'sht bo'lar oshimda, turli tashvish bo'lur boshimda. Achinmagay o'tgan yoshidan, baxtiyordir shu yashashidan. Xonadoni tinch va osuda, quvnab yashar kulgu avjida. Mehnat bilan noning shirinda, yuvilgaydir tanang teringda. Mehnat bilan kam bo'lmas inson, qoldiradi o'zidan nishon. Mo'min aytgan gaplarga ishon, mehnat bilan sog' yurar inson. Mehnatkashni qo'llari qadoq, bu so'zlar ham bo'lmagay adoq. Mehnatkashlar bo'ling yaxshiroq, yaqinroq, ish qilmagan sog'ligi chatoq. Mo'min Umurzoq, 2025-yil 10-oy 19-yilda yozildi bu she'r. Endi sizlarga odobli farzand degan she'rimni ham o'qib bermoqchiman. Har kimni farzandi o'ziga aziz, odobli bo'lsa gar undan-da aziz. Odob tarbiyani bering farzandga, shunda hayotingiz to'lur lazzatga. Yaxshi farzand yuzni yerga qaratmas, o'z yo'lini topib ishidan ortmas. Xulqi yomon debon odamlar aytmas, ezgu amallardan hech qachon qaytmas. Odobli farzanddan chiqmas yomonlik, bunday farzandlardan siz qilmang gumonlik. Sarg'ayib yuzingiz bo'lmas somonlik, ota-onangizga derlar omonlik. Tarbiyasiz farzand g'am keltiradi, ota-ona ko'ziga nam keltiradi. Mo'min Umurzoq, 2025-yil
10-oy 12-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlarga yana bir she'rimni aytib beraman. Onamdayin mehribonlarim deb bu she'rimni opajonlarga bag'ishlab, opamlarga bag'ishlab yozdim. Sog' bo'lingiz opajonlarim, menga aziz mehribonlarim, qadri baland qadrdonlarim, opa uka jigarjonlarim, onamdayin mehribonlarim, sizlar uchun jon qurbonlarim, onam siymosini ko'rurman sizda, og'ir kuningizga yaraylik bizda, yo'qlab borsak agar mehr ko'zizda, ko'ngilni ko'targan opam o'zizda, onamdayin mehribonlarim, sizlar uchun jon qurbonlarim, shirin so'zlar adosiz sizlar, hurmat qilsin o'g'il va qizlar, yo'q bo'lmasin siz bosgan izlar, biz uchun sog' bo'ling opalar, onamdayin mehribonlarim, sizlar uchun jon qurbonlarim, umrlaringiz bo'lsin ziyoda, yurmangizlar aslo piyoda, sizsiz yorug' dunyo qoroda, yo'qlab turaylik biz orada, qadri baland qadrdonlarim, onamdayin mehribonlarim, sog' bo'lingiz opajonlarim. Mo'min Umurzoq 2025-yil 10-oy 15-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlarga yana bir ikkita she'rimni o'qib bermoqchiman. Buni bir televizordan bir video filmni ko'rib, shundan ta'sirlanib, bir ilhom kelib bu she'rimni yozdim. Yolg'on girdobi degan bu she'r. Endi sizlarga shuni ham o'qib bermoqchiman. Yolg'onning girdobi yomon bo'ladi. Bu yolg'on fosh bo'lsa tamom qiladi. Bir kun girdobiga tortib ketadi, sening gunohlaring ortib ketadi. Yolg'onchi odamni Robbim ham suymas, har xil gaplarida qorin ham to'ymas. Bunga til o'rgansa butkul ham qo'ymas. Bu til ham qo'ymas. Yolg'on bu so'zlaring aslo tugamas. Yolg'onchi odamni tilidan osgay, yolg'onchi odamdan rostgo'ylar qochgay, jannat eshiklari unga yopilgay, gunohi ko'payib o'tda yoqilgay. Bu yolg'on girdobi girdobiga tushmangiz aslo, o'z boshingizga siz keltirmang g'avg'o. Mo'min Umurzoq 2025-yil 10-oy 22-cheslada yozdim bu she'rni. Ozmoz adashib ketdim, sizlardan uzr so'rayman. Endi sizlarga yana bitta she'rimni o'qib, endi sizlar bilan xayrlashaman. Buni otasidan erta ayrilgan, yetim bo'lib qolgan farzandlarga atab bir ilhom kelib yozdim bu she'rni. Sizlarga shuni ham o'qib eshittirmoqchiman. Qismat bu boshimga ne kun soldimu, nechuk mehribonimdan erta ayriding. Otajonim endi suyangan tog'imdan erta ayriding. Qanotimni Robbim nechuk qayriding. Qanotsiz qush kabi ko'kka ucholmay qoldim, o'zimdan boshqaga ishonmay qoldim. Onam quvonchidan erta ayriding. Otamni nechuk qaro yerga qo'yding. Bu bir yomon so'z, bu dilim tirnaydi.
otasi yo'q yetim debon so'zlaydilar. so'zlaydilar. Rasmingizga qarab onam yig'laydilar. Kuygan yuraklarni qayta tirnaydilar. Otamni tunlari rosa ko'p o'ylasam, uxlasam ham tushlarimda hech ko'rmasam, jannatlarda yurganingiz ko'rib tursam, qo'l ushlashib siz bilan-da birga yursam. Mana bugun uyimizda to'ylar bo'lur, sizsiz ota endi kimlar o'ynab kulur, oq fotiha berib bizga kim baxtilar, bir chekkada turib onam hun yig'lar. To'ylarimiz boshida siz turmadingiz, nechuk ota bu kunlar siz ko'rmadingiz. Qismat shunday bo'lsa bizlar netamizda, navbat bilan biz ham bir kun ketamizda. Mo'min Umurzoq 2025-yil 10-oy 23-chislada yozildi bu she'r. Meni eshitib, tinglab, tomosha qilganlar murodi maqsadlariga yetsin. Xonadonlarida hamisha xursandchilik, o'yin kulgi, shodliklarga to'lsin. Xonadonlarida fayz baraka bo'lsin. Meni qo'llab-quvvatlaganlar qo'llari dard ko'rmasin. Hamisha tanajonlari sog' bo'lib, yaxshi kunlarda sog' omonlikda yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha, xayr aziz vatandoshlarim, xayr aziz mening doimiy kuzatib turgan doimiy muxlislarim va obunachilarim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.